Endi hammani qiynaydigan Part 5 haqida gaplashamiz. Aslida u qiyin emas. Judayam maza qilib ishlasangiz bo'ladi. Lekin men o'zim ham yillar vaqtimni o'tkazganman ishlamasdan. Men IELTSga tayyorlanganman-ku, lekin baribir unda ham multiple choice bo'lardi. Qiyinroq bo'lardi undagi. Rost ekanimga ishlamasdim. Men butun umr ishlamayman deb o'tardim. Chunki aynan o'sha sectionda qiynalardim. Lekin bitta yo'lini chotki topib olganimdan keyin okey deganman, любойini ishlab keta olaman deganman. O'sha narsani sizga ko'rsatib o'taman. Buni nomini note taking deb berishgan. Meni bitta subscriberim o'rgatgan narsani. Teacherlar ham o'rgatgandi. Ну, bitta subscriberim zo'r chotki fayl tashlab berganda, o'shanda ko'rib, wow deganman. Demak, part 5 da nima olasiz siz? Sizda 3 ta extract bo'ladi multi levelnikida. Bitta, mana ikkinchisi, uchinchisi. Va 3 xil suhbatlar ketadi. Masalan, ikkita odam gaplashsa, dialog bo'lsa ikkita odam bo'ladi-ku, ikkita odam. Aytaylik, ikkita kollega gaplashishi mumkin yoki bitta oila bo'lsa, masalan, er-xotin gaplashishi mumkin, ikkita do'st gaplashishi mumkin. Xuddi shularning ichidan biz ma'lumotni eshitib tushunishimiz kerak. Tushunish deganda yana yozib qo'yay. Comprehension biz uchun eng muhim narsalardan bittasi. 100% tushunmasangiz iloji yo'q. Agar sizni levelingiz yetmayotgan bo'lsa, demak siz ingliz tilida ko'p narsa eshitmaysiz. O'shuning uchun ishlaolmaysiz. Endi bitta zo'r narsani aytaman, ko'pchilik bilmaydigan narsani. Mana 30 seconds beriladi, 15 sekundmi, 30 sekundmi o'tgan kuni studentlardan ham so'radim. Ulgurasizmi dedim, 30 sekundda ma'noni o'qiysiz, 3 ta variantni o'qiysiz, keyingi savolni o'qiysiz, buni o'qiysiz. Chunki bitta extractda ikkita savol bo'ladi-da. O'sha butunlay suhbat bo'lsa, suhbatga ko'ra ikkita savol bo'ladi. Ulgurasizmi bunga, keyin bularni o'qib chiqqani, qisqasi hammasini mayergacha o'qib chiqqani ulgurasizmi desam, yo'q, umuman ulgurmayman dedi. Bu bor narsa, chunki men o'zim ham o'qib chiqishga harakat qilardim. Extract 2 gacha, mashitgacha yetib olardimda, bunda ham nima o'qiganimni tushunmasdim. Bu degani bir tiyinlik foyda bermaydi sizga degani. O'shuning uchun nima qilish kerak? Mana gullarimni o'chirib qo'yay. Sizga tushuntirish uchun yozdim. 30 sekund vaqt berilganda bizda qiladigan ishimiz faqatgina nimani o'qish? Savolni o'qish. Okay? Javobni o'qimaymiz. Savolni o'qib qo'yamiz. Masalan, xabaranga gap qo'yim. The cause of the problem is that, ya'ni problemaning sababi shundaki, Mike deyapti, bo'ldi. Bizga problemaning sababi kerak. Qilganmisizlar? Maktabda biz kimyo darsi yopiq testlar ishlardik. Ona tildan ham bo'lardi adashmasam. Xuddi shunaqa testlar. Problemaning sababi nima? Okay, men problemaning sababini topaman deysiz, xayolingizda tushundingiz. Bo'ldi. Endi 25 ta Mary accepts Mike's suggestion about going to Barcelona because she deyapti. Okay, Mary degan, demak mana o'zi odatda qiz bola o'g'il bola qilib beradi, ovozda farqlashi uchun-da. Mary Mike'ni suggestionini qabul qildi. O'sha Barselonaga boraylik degan taklifini qabul qildi. Chunki u dedi bo'ldi. Demak, birinchi problemamiz sababini topishimiz kerak. Ikkinchisida Mary nimaga qabul qildi? Barselonaga boraylik desa, nimaga Mary hop dedi? O'shani olishimiz kerak. Endi eshitib ko'ramiz. Eshitganda bittada polniy qo'yib bermayman. Bo'lib eshitasizda va siz note taking qilib ketasiz mana. Men qilib ketaman siz uchun hozir ko'rsatib. Now, we are ready to start. Extract 1. But Mike, you still haven't told me what you don't like about the idea. I'm sorry, Mary, but I just hate sitting around on the sand doing nothing and getting sunburnt. You don't have to. There's lots of other things to do. It's a lovely old fishing village. And anyway, we've only got 1 week. Look, I love wandering around old towns, but in that heat, it's just too much for me. There's nothing much to do there. Well, we have to make a decision. Why don't we go somewhere? Okay. Birinchisini qilib oldik. Mana. Men tushunib shunaqa qilib ketaman-da. Examda shunaqa ishlab ketaman men. Men mana savolga qarab turibman, o'qib turmayman. Mana unosam deyman. Chunki odatda hammasini aytib o'tib ketadi-da variantlarni. Siz bunga qarab ishlamaysiz. Men umuman unutaman bu savollarni, boshqa narsani tushunishga harakat qilaman. Demak, ikkovi nimani gaplashyapti? Bu yerda mana bittadan gapirib ketaman o'zbekchasini. Extract 1. But Mike, you still haven't told me what you don't like about the idea. Mana,
But Mike deyapti, lekin Mike sen menga haliyam aytmading. Nima yoqmayapti? What you don't like about the idea? Ya'ni meni fikrim nimasi yoqmayapti senga aytmading-ku desa, I'm sorry, Mary, but I just hate sitting around on the sand doing nothing and ana. I just hate sitting around in the sun doing nothing. Mana shu yerda yozib ketishim kerak edi. Yozishga ulgurmadim. Doing nothing. Ulgurmadim emas, xayolim ketib qoldi to'g'ri. Men hate qilaman, ya'ni yoqmaydi menga o'tirishim. Bundoq quyoshda zagar oladi-yu, xuddi shunaqa quyoshda toblanib, hech nima qilib o'tirishdan men hate qilaman deb gapiryapti. Okay, buni tushundik. Endi yana davom. getting sunburnt. You don't have to. There's lots of other things to do. Ana, you don't have to dedi opamiz. Yo'q, sen unaqa qilishing shart emas. Other things bor. Sen ya'ni qilishing mumkin bo'lgan boshqa narsalar ham bor, faqat quyoshda toblanishing shart emas deyapti. It's a lovely old fishing village. Ana, it's a lovely fishing village deyapti. Ya'ni fishing village ekan bu. Mana we like bilan yozishim kerak ekan. Ya'ni baliqchilarni qishlog'i ekan. O'shuni gapirdi. And anyway, we've only got 1 week. Look, I love wandering around Aha. old towns, but in that Va bir hafta vaqtimiz bor dedi. O'sha village-da nima bo'lganda ham o'zi bir haftagina-yu dedi. Keyin bu nima dedi? And anyway, we've only got 1 week. look, I love wandering around old towns, but in that heat, it's just too much for me. Ana. Look dedi, ya'ni qara dedi. I love wandering around. Mana wander o bilan yoziladiganimiz. Wander degani bu tentirab yurish degani, aylanib yurish. Qara, menga rosa yoqadi bundoq aylanib yursa. But in that heat deyapti, lekin bunaqa issiqda, voy tasavvur qilyapsanmi? That's just too much for me deyapti. Vashshe menga oshiqchalik qiladi. Как yurolmayman issiqda degandek bo'ldi. Endi qarang, mana shu narsani tushunsangiz, olishingiz osonlashadi. Lekin tushunmasangiz ololmaysiz. Mana nimasi yoqmaydi senga bu ideyani? Nimasini yoqtirmayapsan? Sen men o'tirolmayman, toblanib hech nima qilmasdan o'tirolmayman dedi. Keyin Mary opamiz aytdi, voy bu baliqchilik village ekan. O'zi bir haftamiz bor dedi. Keyin qara, menga yoqadi unaqa aylanib yurishimiz, lekin bunaqa issiqda emas-da dedi. Endi mana undan qaraymiz, qaysi biri xato, qaysilari to'g'riligini analiz qilamiz. Doesn't like walking. Mana. Bu yerda yoqtirmayman yurishni dedimi? Bizda teskarisini aytdi. Look, I love wandering around. Ya'ni menga yoqadi aylanib yurish dedi. Bu yerda yoqmaydi, shu sababdan Mike bormoqchi emas dedi. Yo'q, menga yoqadi dedi. Doesn't like fishing. Okay, fishing degan so'zni ham aytib o'tib ketdi. Lekin bu yerda Mike'ni yoqtirishi yoki baliqchilikni yoqtirmasligi haqida umuman fikri yo'q. Bu yerda ham like qilish haqida fikri yo'q. Endi C'dagi nimaga to'g'ri kelyapti? Prefers being busy. Ya'ni nima dedi? Men prosta bundoq o'tirib hech nima qilmasdan o'tirolmayman-da. Ya'ni men band bo'lishim kerak doim degan narsani rostakam aytdi. Endi qarang mana. Men sizga ko'rsatib berdim. Mana walkingga как wanderingni sinonim qilishganda yurish degan so'zni olaman desangiz, yurish degan so'z ham bor. Endi yo'q, tushunmayman, wandering baribir ololmasdim desangiz, fishing degan so'zni eshitib qo'yadi studentlar, bo'ldi, fishing bor ekan, mashina olaman deydi. Ana. Lekin busy degan so'z yo'q, to'g'rimi? No, ma'noda bor. O'shuning uchun guys, siz o'ylamang, birorta so'zga qarab turib olib qo'yaman deb. Fishingni umuman boshqa ma'noda ishlatgan. Ko'rdingiz-a? Endi ikkinchisi nima edi? Davomida Mary nimaga qabul qildi Mike'ni suggestionini. Uni ham note taking qilamiz. There's nothing much to do there. Well, we have to make a decision. Why don't we go somewhere where there's a beach and a sizable town nearby with things to see? Somewhere like Barcelona. There's lots to do there. Yes, that's an idea. I don't think the beaches around Barcelona are particularly nice, but I suppose if that's what you want to do. There'll be lots of local buses and trains to take you to the nicer beaches, Okay. and I can have a look around the city. Oy, yozmoqchilik. Qayerga qolib ketdi? Keyin transport bor dedimi? Transportlar bor dedi, buses dedi. O'shlarni gapirib ketdi. I just need to be doing something. Oxirida yana aytib o'tib ketdi. I just need to be doing something. Need to be doing something. Men doim nimadir qilib turishim kerak dedi.
Endi qarang, mana bu joydan qayta eshitamiz o'sha Barselona haqida ketgan fikrida. And nearby with things to see. Decision. Why don't we go somewhere where there's a beach and a sizable town nearby with things to see? Somewhere like Barcelona. Ana qarang, taklifni qana beradi. Why don't we deb beryapti. Xuddi bizda ham o'zbek tilida ham bor bu narsa. Kech payt kinoga bormaymizmi deyishingiz mumkin. Masalan, bugun fast food yemaymizmi? Taklif beryapsiz siz. Inkor narsa emas. Yemaymizmi, qilmaymizmi? Davay qilaylik deganga to'g'ri kelib ketyapti. Buni ham xuddi shunaqa. Why don't we go somewhere there is a beach nimadir dedi. Как sohili bor bir joyga bormaymizmi? Somewhere like Barcelona. Masalan, Barcelonaga o'xshash dedi. Ana. There's lots to do there. Yes, There is a lot to do there. Demak, qisqasi bu yerda qiladigan vashshi ko'p narsa bor deyapti. Endi Mary'ning javobi. have to make a decision. Why don't we go somewhere where there's a beach and a sizable town nearby with things to see? Somewhere like Barcelona. There's lots to do there. Yes, that's an idea. I don't think the beaches around Barcelona are particularly nice. Ana. I don't think dedi. Ya'ni men unaqa deb o'ylamayman. Beachlarini nice deb. Ya'ni u yoqdagi sohillar menimcha yaxshi emas deyapti. Demak, bu opa negativ fikr bildiryapti. Beach bor joyga boraylik deganda men beachlarini yaxshi deb o'ylamayman. Ana, ya'ni men uchun bu yomon deyapti. Yoqmaydi menga beachlari deyapti. Okay, endi But I suppose if that's what you want to do, But I suppose lekin that's what you want to do. Menimcha sen shunaqa qilishni xohlayapsan. Okay, deyapti-da. I suppose deb turib that's what you want to do. There'll be lots of local buses and trains to take you to the nicer beaches, and I can have a look around the city. Ana, ya'ni transportlar bor, trainlar bor, buslar bor, seni olib boradi yaxshiroq beachlarga. Keyin aylansak bo'ladi dedi. Oxirida yana I just need to be doing something. Prosta men doim nimadir bilan band bo'lishim kerak-da dedi. Okay, yana bir marta tahlil qilsak bo'ladi. Nimaga bormaymiz shu beachlari bor joyga? Masalan, Barselonaga desa, opa aytdi, menga yoqmaydi, nice emas beachlari dedi. Keyin that's what you want to do. Okay, senga mana shu yoqyapti, bo'pti dedi. Keyin anu bola yana qaytib Mike aytdi, zo'r transportlarda, как train, buslar ko'p, o'shlarda sen zo'rroq bo'lgan, yaxshiroq bo'lgan beachlarga borishing mumkin. Aylana olamiz ham, keyin men nimadir bilan band bo'laman-da har holda deyapti. Okay, endi xatoligini isbotlaymiz birinchi ma'nolarni. Thinks it's an ideal place. Mary Mike'ni suggestionini qabul qildi. U da rostdan Barselona zo'r dedimi opa? Yo'q, opamiz unaqa demadi. Manaqa dedi. Don't think mana beach nice. Ya'ni menimcha yaxshi emas deb turib opaga yoqmaydigan, opa uchun ideal emas ekan. Nice emas men uchun esa ideal emas degani bo'ladi-da. Endi seni ham qarang. Wants to go there herself, ya'ni o'zi deyapti. Yo, Mike, sen bilan emas, u yerga o'zim alohida borsam borardim degan gap mana u joyda bormi? Umuman unaqa narsani gapirmagan. Endi bida is willing to compromise. Voy, buni qizil gap qo'ydim. Compromise degani murosaga kelish degani. Murosaga kelish. Okay, kelishuvga kelmasak bo'lmaydi dedi-da. Senga shu yoqyaptimi? Ha, bo'pti, qilamiz deb turib. Haligi fikr bir joydan chiqishi uchun shunga rozi bo'lyapti. Suggestionni shuning uchun qabul qilyapti. Endi bitta narsani aytib o'tay, xuddi shu menga examda tushgan. Bilmayman nechinchisi tushgan, lekin tushgan. Chunki u paytda mana compromise degan so'zni bilmasdim-da. Promise-mi bu? Shunaqa o'qib olganman, qandaydir va'da bergan. Mana willing ham bilmasdim. Bilmayman qaysi paytda edi. Yo'q, bilmasdim. Bilmaganim uchun mana ideal place demadi. Chunki opa nice emas dedi. Keyin o'zim boraman degan narsani qo'ymadi. Lekin topa olmayapman qaysi tushini. Mana shuni tushunmadim. Ikkala javobni xatoligini bilganmanmi? Bo'ldi, mana shu bo'ladi-da har qanaqasiga. Chunki bu ikkovini xatoligini bilaman deb shunaqa qilib tentirab olib qo'yganman. Shunaqa qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mabodo shu so'zni tushunmasangiz, mana ikkovini xatoligini chiqarib yubordingizmi? Mana shu sizga to'g'ri javob bo'lib qoladi-da. Ana, shunaqa ishlanadi.